أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم sabaqdaşlar. Bugünkü dersimiz İ'mal ismul fa'il ve ismul mef'ul, yani ismi fa'illarning ameli ve ism mef'ullarning ameli haqida to'xtalamiz. Endi biz oldingi darsimizda o'tgan shu ismlar ichidan fe'lning amalini amal qiladigan ismlar bo'ladi. Uning biri masdar bo'lsa, ikkinchi qismi ismul fa'il. İsmul fa'il mu öz fe'lining amalini amal qiladi. Yani ismul fa'il mu fa'ilni peş, mef'ulni zivar o'qiladigan mandaq amallarni ilib boradi. Ve ismul mef'ul mu ham shundaq naibul fa'ilni rafi o'qiladi ve mef'ulun bihlani nasb o'qiladigan amallarni ilib boradi. Andaqda bizning diqqatimizni tortdigani ism fa'il degan nima degan haqida to'xtalamiz. Anada ism fa'il ismun mushtaqqun lid-dalalati ala ma'nan mujarradin hadisin ve ala fa'ilihi. İsim fa'il degan nima desa, ism fa'il degan ismun mushtaq. Bu ism fa'il bir yasalma isim, yani bir filden yasalgan. Nimişqa desa, ala ma'na mujarrad, zamandan xali bo'lgan bir ma'naga dalalat qilish uchun hadisin, yani özgürüp turduğan bir ma'naga demakchi. Ala ma'nan mujarradin hadisin, zamandan xali bo'lgan ve shundaqla özgürüp turgan hadis, ariz degan ma'noda özgürüp turadigan, unda davomi subut emas, tajaddudu hudus ma'nosi bor demakchi. Mishada ala ma'na mujarradin daimin deb keladi, subtu mushabbah bo'lsa, lekin ma'noda hadisin davom qilmoqchi, yani tajaddudu hudus, yengilib turadigan bir zamandan xali ma'noni bildirish uchun ve şu yengilib turadigan bir ma'naning egasiga, şu ma'naning fa'iliga dalalat qilish uchun yasalgan ismni ism fa'il deb qaraymiz. Demak, bu yerda bu hadis degan so'z bizning diqqatimizni chekadi. Yani bu hadis ariz bi tagayyur degan ma'noda. Bi tagayyur, yani özgürüş bilan paydo bo'lgan harakatlarni, yengilib turgan harakatni ko'rsatib turadi. Shu ism fa'il mana shu zamandan xoli bo'lgan, yengilib turadigan, davom qilmaydigan bir ma'noni bildirish uchun ve şu ma'naning fa'ilini bildirish uchun yasalgan ism dedik. Mesela biz bir misal ko'rsak, odatda zarib desek, bu ismul fa'il zarabadan yasalgan bo'ladi. Endi nimishqa desa, urg'uchi degan bir ma'noni bildiradi. Bu muayyan bir zaman ma'nosi yo'q shu zarib degan holatida. Kin uningga o'tgan zaman ma'nosini dalolat qilgan, ya kelgusi zaman ma'nosiga dalolat qilgan, ya o'tgan zaman ma'nosiga hozirgi zaman ma'nosiga dalolat qiluvchilar qo'shilgan chaqda u chaqda boshqa bir ma'no. Ammo hozirgi shu zarib degan ma'nosida, urg'uchi degan ma'nosida, mukrim desak hurmatlovchi degan ma'nosida, mushkil ma'noda zamondan xoli bo'ladi. Ham bu urg'uchi degan ma'no hadis bo'ladi, bu yerda yana ariz bo'ladi, doimlashquchini, davom qiluvchini bildirmaydi. Endi ve şundaqla bu ala fa'ilihi degan biz mushu urg'uchidan iborat, urushdan iborat ish harakatni ham bildirish uchun yasalgan bo'ldi. Muhammad daribun desak, Muhammadning mishar mujarridi, zaribning mujarridi bir urush ma'nosini bildirish uchun kelganligi ve urg'uchining Muhammad ekanligini bildirish uchun kelganligini ko'rib olamiz. Anada musannif rahimahullah bu haqda mundaq deydi. Kafi'lihi ismu fa'ilin fil amali in kana an mudiyihi bi ma'zili ve veli istifhaman aw harf nida
أو نفيا أو جاء صفة أو مسندا وقد يكون النعت محذوف عرب فيستحق العمل الذي وصف. Yani isim failinin emeli ve isim failinin emel kılışının şekli bu 3 beytte oturuyordu. Kafi'lihi ismu fa'ilin fil ameli in kana an mudihim fi ma'zali. İsim fa'il o öz piliği okşaştır emelde. Eğer o isim fa'il ötken zamandın hali bolsa inkana an mudihi bi ma'zala isim fa'il şu ötken zaman manisi bilen bolmaganda ötken zaman manisi bilen bolmagan çağda bu emel cihatta yine mef'ulun bihni nesb okutuşta bu özünün piliği okşaydı. Şimdi bunun bir neçe şartı var. İn kana an mudihi bi ma'zali ve vali istifhamen ev harfi nida degan. İsim fa'il özünün piliği okşaş pil amelde. Yani mef'ulun bihni nesb okutuşta. Eğer o isim fa'il şu ötken zamandan hali olup kelgen bolsa, istifham ya yandaşkan bolsa, ya ki harfi nida yandaşkan bolsa, ya ki nefiga yandishib kelgan bo'lsa yoki bir u sifat ulab kelgan bo'lsa yoki hal ulab kelgan bo'lsa yoki mubtadaning xabar ulab kelgan bo'lsa mana mushu shakllar hosil bo'lganda bu vaqtda ism fa'il amalda o'zining piriga o'xshash degan bo'ldi. Ba'zida u ism fa'il ma'ruf bo'lgan, mashhur bo'lgan, mahzub taşlangan bir mevsupning sifati olapmı keladi. Bu çağda mı amel kılırdı. Demek biz bayan bu isim fa'il sifat olap kelgan bo'lsa dedik, çokum mevsupi taşlangan bo'lsin buludu demekçi. Fayastahiqqul amalallazi usib. Andın o isim fa'il yuqorida deyilgan sifatlangan amaliga haqliq buludu. Yani o bizning amali fa'ilni peş o'qitish, maf'ulni zuvr o'qitishdan iborat. Onun hakkında deyilgen, süpetlengen bir amelge muş vaqtaqliq buludu degan bo'ldi. Anda olsa biz beyttin kuruluşu bulduk ki ism fa'il pilga o'xshash amal qilish uchun mazi ma'nosida bo'lmaslik kerak. Istifham yoki harfini mazi in kana an mudihi bi ma'zal degan bir gapdan chiqdi. Ism fa'il o'zining amalda şu pilga o'xshash bo'lish uchun cho'qim o'tgan zaman ma'nosida kelmagan bo'lsin dedi. İnkana an mudihi bi ma'zal. O'tgan zaman ma'nosida kelmasin degan gap ism fa'il pilga o'xshash amal qildi. Hozirgi zaman ma'nosi bilan yo kelgusi zaman ma'nosi bilan degan bo'ldi. Ma'na jihat. Ikkinchisi u hozirgi zaman yo kelgusi zaman ma'nosi bilan birga va valiya istifhaman cho'qim istifhamdan kin kelgan bo'lish kerak. Yoki harfindan kin kelgan bo'lish kerak. Yoki nafidin kin kelgan bo'lish kerak. Beshinchisi yoki u sifat ulab kelgan bo'lsinki, mavsufdan kin kelgan bo'lish kerak. Yoki avja sifatandan halmi maqsad qildi, u sahibul haldan kin kelgan bo'lish kerak. Shunga e'timod qilsa bo'ladi. Yoki musnad ulab kelgan bo'lish kerakki, yine u ism fa'il mushu mubdaning xabari ulab kelgan bo'lsin demakchi. Endi vaqad yakun na'at ma'sufun urib deganim bo'ldi. İsim fa'il sifat ulab kelgan chaqda amal qiladi, mavsuf lafzan bo'lmay tashlangan bo'lsin, bu tashlanganlik mashhur bo'lgan bo'lsa dedik. Anda bo'lsa biz bu yerda diqqatimizni qilgan ism fa'il ikki xil holatning biridan xoli bo'lmaydi. İsim fa'il yoki ilif lam bilan keladi yoki ilif lamsiz keladi. İsim fa'ilning ilif lam bilan kelib amal qiladigan, qaysi zamonda amal qilgan bu ahvollari kinki beytda chiqadi. Ikkinchi xil holat ilif lamdan xoli bo'lib kelish. Demak, ism fa'il yoki ilif lam bilan keladi. Masalan, al-mukrim deganga o'xshash yoki mukrim deb ilif lamsiz keladi. Ilif lamlik kelishining hukmi inshaalloh kinki beytlarda chiqadi. Endi u
yoki iliflamdan ajrab keladidiq, ism fa'il iliflamdan ajrab kelgan chaqda bu buni shartsiz bu fa'ilni boshqarishga keltiradi. Allohu alimun bi bawatinil umur deganga o'xshash. Bu yerda alimning tegida zamir marfu fa'il hisoblanadi. Yoki va minan nasi vad dawabi vel an'ami muxtalifun alvanuhu desak, mishada alvan mana ismul fa'ilninki fa'il bo'ldi. Ism fa'il iliflamdan ajrab kelganda fa'ilni bila shartsiz holatda boshqarishga keltiradi. Amma maf'ulun bih kelsak desa, maf'ulun bihni nasb o'qitdi. Bu maf'ulun bihni nasb o'qitish uchun cho'qim shart kirdi. İki şart. Birincisi çokum u hal yoki mustaqbal ma'nosi bo'lishi kerak. Shunga beytiki kapikli ismil fa'il fil amalidagi amalni fi nasbil maf'ul bih deb oldik. Maf'ulun bihni nasb o'qitish amalida filga o'xshaydi demoqchi. Shunga birinchi shart hal ma'nosida bo'lish yoki mustaqbal ma'nosida bo'lgan bo'lishi kerak. Hozirgi zaman ya kelgusi zaman ma'nosida bo'lgan bo'lishi kerak. Masalan, biz nadim desak pushaymon qilguvchi degan bo'ldi. Mukrim desak hurmat qilguvchi degan bo'ldi. Endi shunga bu ya hozirgi zaman ma'nosida bo'ladi, ya kelgusi zaman ma'nosida bo'lishi shart. Ikkinchi shart bu cho'qim o'zining oldida bir shayga tayangan bo'lishi kerak. Ya'ni u istifhomga tayangan bo'lish, ya'ni istifhomdan keyin kelgan bo'lish yoki harfining tayangan bo'lish, yoki nafiga tayangan bo'lish, nafidan keyin kelgan bo'lish, yoki zilhalga tayangan bo'lish, sal ulab kelish, yoki sifat mavsufga tayangan bo'lish, sifat ulab kelish, yoki mubtadaga tayangan bo'lish, xabar ulab kelishdan iborat. Mushu narsalarning biriga tayanmasa bo'lmaydi. Shunga ism fa'il iliflamdan ajrab kelganda hal ya kelgusi zaman ma'nosida bo'lish, yuqorqi narsalarning ya'ni shu biz 6 türlük narsa dedik. İstifham harfinida, nafi, zilhal, mavsuf ve mubtada ibaret 6 narsaning birga tayangan bo'lish sharti bilan u o'zining maf'ulun bihni nasb o'qitdi. Buni maf'ulun bihni nasb o'qitishni talab qilinadigan shartlar bu deb qaraymiz. Masalan, anda da biz ism fa'ilning misolini so'zlasak, abaligun anta qasdaka. Sen özünün senin maqsadinga yetkuchimi? Abaligun qasdak. Sen özünün mishada abaligun anta qasdakada qasdaka degan maf'ulun bih. Mishada baliq qasda degan maf'ulun bihni nasb o'qitdi, tushuntirib keltirdi. Bu nimaga tayinib desa, hamzatul istifhomga tayinib. Endi buning ma'nosi-chi? Biz ma'nosi hozirgi zaman yoki kelgusi zaman bo'ldi. Abaligun anta qasdaka al-an. Sen hozir maqsadingga yetkuchimi yoki kelgusida yetamsa deganga o'xshash ma'noni bildiradi. Endi bu yerda hamzatul istifhom baligun mubtada, anta uning fa'il, saddal xabar, qasdaka maf'ulun bih bo'ladi. Yoki nafiga tayansin bo'ladi. Nafiga tayanib kelgan bo'lsin mayli. Masalan, biz misol ko'rsak, ma hamidun as-suqa illa man rabaha. Bazani faqatlam foyda olgan kishi maqtug'uchidir deydi. Ma hamidun as-suq bazani maqtug'uchi emas, faqat foyda olgan kishi maqtug'uchi desak, mana bu yerda hamid bu as-suqa degan maf'ulun bihni nasb qildi. Hamid mubtada, as-suq mehda hamid degan mubtadaning bo'lgan ism fa'ilning maf'ulun bih bo'ladi. İlla adatul istisna, yine mulgat deymiz. Yine bu adatul hasr desek buldu. Men hamidninki fa'ili buldu. İsm mevsul rabaha onun silisi pima. Silisi olup men rabaha hamidnin fa'ili fi mahalli merfu. Çünkü mebni olacak. Endi yoki nidaga yandashgan bo'lsin buludu. Nidaga tayangan bo'lsin buluduk. Mesela ya sa'iqan
Endi bu yerda ev harfi nida deb kelgan ya saiqan sayyaratan tamhalu degan. Ey ya saiqan sayyaratan, ey mashina haydaguvchi, tamahhal, ey mashina haydaguvchi, tamahhal, aldirmag'in muhlat bergin degan bo'ldi. Mishada saiq degan ismul fa'il, sayyaratan degan maf'ulun bihini nasb o'qitdi. Bu nimaga tayinib desa, mishada ya degan harfi nidoga tayindi va shundaqla bu hozirgi zaman ya kelgusi zaman bilan birlik ma'nosi bilan keldi deb qaraymiz. Yoki u ev jaa sifatan degan sifatlab kelsin bo'ladi yoki hallab kelsin bo'ladi. Bu ikki ehtimollik. Çünkü halımı sıfatın ism mushtaqdan kelgachga, sifatni ism mushtaqdan kelgachga shu sifatan deb kelgan. Çünkü halımı bir ma'noda sifat bu. Masalan biz bununla misal ko'rsak, sahibtu rajulan arifan adab as-safar. Men safar adab axloqini bilguchi bir erga hamroh bo'ldim. Demak, ben bir erga hamroh bo'ldim. Bu adam bilguchidir, nimani safarining odatlarini, adablarini bilguchi bo'lgan, o'quvchi bo'lgan desak, arif degan ismul fa'il mishada rajulan mavsuf, arif degan ism fa'il rajulanning sifati. Buni bu sifat onu mavsufga tayinib turib, adab degan maf'ulun bihini nasb o'qitgan bo'ladi. Yoki tashlangan bir mavsufga tayinib turib amal qilsin bo'ladi. Uning tashlanganligi dalolat qilgan bir qarina bo'lganligi uchun, masalan, bu nayeti köp uçuraydı. Kem muazzibin nefsehu fi talebet dünya. Öz nefsini dünya talep kılışta nefsini azaplık için nurgun şahslar var dedik. Mesela muazzib nefsehu diyen mef'ulun bihini zıvarı kutti. Kem raculin muazzabin demek için nurgun erba degan ma'noda mavsuf tashlangan. Yoki kam shaxsin muazzib desak bo'ladi. O'xshash. Mavsuf tashlangan deb qaraladi. Yoki hallab kelsin bo'ladi dedik. Jaa Xolidun rakiban parsan. Xolid yetqi minib keldi desak, mishada rakiban degan ismul fa'il, parsan degan maf'ulun bihini tushuntirishga keltirdi. Bu sahibul haldan iborat Xolid. Rakiben hal parsen mef'ulun bi Halid sahibul hal. Mishada zilhal Halid bo'g'achqa zilhalga tayinib kelsa bo'ldi dedik. Yoki mubtadaning xabari bo'lib kelsa degan aw musnadan degan, mesela anta hafizun g'aybata jarik. Sen sening qo'shningning yo'qligini yoki sen sening qo'shningni saqlovchi desak, hafizun g'aybata jarik. Sening qo'shningning bir yo'qlik holatini, g'aybatini ahamiyat berguchi yoki uningki shu g'ayba boshqa bir ma'nolarda ishlatiladi. Demak, mishada o ma'nosi bizga eng muhim o'rinni egallamaydi. Anta mubtada bo'ladi, hafizun xabar. Mishada hafizun degan ism fa'il, g'aybada degan maf'ulun bihni nasb o'qitdi. Endi g'aybada degan maf'ulun bihni nasb o'qitishda nimaga tayangan desa, mubtadaga tayangan, chunki mustatilab xabar bo'lib keldi deb qaralgan uchun. Endi o xabar bo'lganda mubtadaning xabari bo'lsin mayli yoki nasix bo'lgan kanunning ya inni turdikilarning bunda qilib kelsin bo'laveradi. Shuna ism fa'il beytidik o'tgan zaman ma'nosi bilan bo'lsa bu yerda amal qilmaydi. Shuna biz bu yerda Muhammadun katibun vajibahu desak, Muhammad o'zining topshiriqini yozguchi degan bo'ldi. Ama o'tgan zaman bilan qilsaqchi amal qilinmaydi-ki, Muhammadun katibun vajibahu amsi degan olmaydi. Ama bu chaqda balki nima qilish lozim bo'ldi bu chaqda? Maf'ulun bihni nasb o'qitmaydi, maf'ulun bih muzaf ilayhi bo'ldi-ki, Muhammad katibul vajib ams. Yoki Muhammad katibu vajibihi amsi. Muhammad tunugun o'zining topshiriqini yozguchi, Muhammad tunugun o'zining topshiriqini yozgan
deyimiz bu yerda izofa shakllanib kelsa bo'ladi, nasb o'qitanmaydi o'tgan zamon ma'nosi bilan bo'lsa. Ama izofa shakllanib kelsa bo'ladi. Ilib lamsiz kelganning misoli o'g'achqi bu. Ilib lam bilan kelganda o boshqacha bo'ladi. O yerda amal qilaveradi. Ama Muhammad katibun vajibahu al-an Muhammad katibun vajibahu gadan desak o yerda amal qilaveradi. Kelgusi zaman yoki hozirgi zaman ma'nosi bilan o'g'achqi. Biz bayan dedik, ism fa'il ikki xil holatda keladi, yo ilib lam bilan keladi, yo ilib lamsiz keladi. Dedik, ilib lamsiz kelganning misolini ko'rib bo'ldik. Wa in yakun silata al-fil mudiyyi va g'ayrihi i'malu qadru tudi. Endi navbatda ismil ilib lam bilan kelgan ism fa'ilning amali haqida to'xtalamiz. Agar u ismil fa'il ilib lam bilan qo'shilib kelgan bo'lsa va yakun silata al degan ism fa'il ilib lamning silasi bo'lsa degan bo'ldi. Bu nima demakchi edisiniz? Chunki ism fa'ilning beshida kelgan ilib lam allazi va allati ma'nosida kelgan ilib lam, ilib lam ism mavsul bo'ladi. Biz A5ta darsimizning 5ta ilib lamni ikkiga bo'lgan. Ilib lam ismiya va ilib lam harfiya deb ikkiga bo'lingan. Ilib lam harfiyani ilib lam zaida, ilib lam asliya deb o'z navbatida ikkiga bo'lgan. Ilib lam asliyani bir nechaga bo'lgan, ilib lam zaidani 3ga bo'lgan. Ammo ilib lam ismiya bu allazi ve allati ma'nosi bilan keladi. Bu chaqda bu ilib lam ismiya allazi ve allati ma'nosi bilan kelgan chaqda ism fa'illarning 5ta qo'shilib keladi ve az vaqtlarda fe'l muzarilarning 5ta mu ham keladi. Shunga mushariki silati al degan gap bu yerga aldan ilib lamdan maqsad ilib ism mavsul maqsad bo'lg'achqa shundoq deyiladi, ham lug'at ma'nosi maqsad qilingan bo'lsin bo'ladi. Shu ism fa'il ilib lamning silasi bo'lsa degan gap ism fa'il ilib lam bilan qo'shilib kelgan bo'lsa, o'tgan zamonda va o'tgan zamonning g'ayrida uning amal qilishi rozi bo'lindi. Yani ulamolar umumiy jihatdan ham rozi bo'ldi. Qisman boshqacha qarashlar bo'lgan bo'lsa-mu, qad urtu ziya degandan rozi bo'lindi, hamma bilan e'tirof qildi. Demak, ilib lam qo'shilib kelsa ism fa'il o'tgan zamonda ishiltiladi, hozirgi zamonda ishiltiladi, kelgusi zamonda ham ishiltiladi degan bo'ldi. Mana bu ism fa'ilning ahvollaridan ikkinchi bir ahvol. Masalan, al-katimu sirra ihvanihi mahbubun desak, o'zining qarindoshlarining sirini yushirg'uchi bu suyimlikdir, yaxshi ko'ralguchidir desak, al-katim degan ismul fa'il sirra degan maf'ulun bihni nasbu qutdi, sirri muzaf, ihvani muzafilay bo'ladi. Anda olsa bunun da başka şartlar, hazırki zaman ilib lamdan ajrab kelgandagi şartlar bunun da yok. İlib lamsiz kelganda, mujarrad kelganda hazırki zaman ma'nosida bo'lish ya kelgusi zaman ma'nosida bo'lgan bo'lishi kerak. Manchi narsaning biri olti narsaning biri tayangan bo'lishi kerak, lekin bunun da gap yo'q. Ma'u hozir ma'u ilib lam bilan kelgan chaqda bu shartlar tilqilinmaydi. Navbatda endi biz ism fa'ilning hada to'xtalishimiz shu bilan tamam bo'ldi. Navbatda biz sigatul mubalag'a haqida to'xtalamiz. Endi sigatul mubalag'mi ism fa'ilning bir turi hisoblangan bo'lg'achqa mubalag'a haqida to'xtalmoqchi. Endi sigatul mubalag'ning amali haqida to'xtalamiz. Musannif rahimahullah bu haqda mundaq deydi. Fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu. فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قلز وفعيل. فعال mif'al fa'ullar bu köpünç holatda fa'ilning o'rnida keladi. Fi kasratin an fa'ilin badilu degan gap fa'ilning o'rnida ishlatiladi. Köpünç holatda fa'ilga izbasar olib keldiki, yine fa'il demiz ismul fa'il ishlatilib qayada bu ishlatiladi. Ism fa'ilga o'xshash ma'no bilan, lekin mubolig'a ma'nosi bor. Bu sigatul mubolig'a o'zi. Fayastahiqu ma lahu min amali. Ve her biri ism fa'ilga ning amallariga haqliq bo'ladi. Fayastahiqu ma lahu min amalin dedi. Her biri haqliq bo'ladi bir narsaga ki
mevcut bo'ldi o ism fail uchun o narsa amalladin dedi. Min amelin ma'nı bayanı oldu. Her bir isim fail uchun bo'lgan amallarga haqliq bo'ladi. Xuddi fa'al, mif'al, fa'uldan iborat ism sigatul mubaligh mu ism fail amal qilgan amallarni amal qiladi. Ism fail ilif lamdan xoli bo'lib kelganda hal zaman, hozirgi zaman ya mustaqbal kelgusi zaman ma'nosi bilan olti narsaning biriga tayinib turib özünün mef'ulun bihini nesb o'qitgan o'xshash bo'limi shundoq amalni qila oladi. Ammo ilif lam kirsa hamma zamonda erkin holatda ishiltiladi. Dedik ism fa'ilni bo'limi ham shunga o'xshash bo'ladi. Va fi fa'ilin qallaza va fi fa'il. Endi mushu amal fa'ilda va fa'ilda az bo'ldi. Fa'ilin va fa'il. Mana bu ma'u bunda az. Fa'il vaznida kelganda va fa'il vaznida kelganida bunda ism fa'ilga o'xshash amal qilishni aytdi. Az bo'ldi dedik. Endi mana bu sigatul mubalagha ninki shu fili amal qilingandek amal qilganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Endi bu yerda mubalagha qilish bu har bir ism yoki mubalagha uchun kelgan yoki filda taksir uchun kelgan deymiz. Endi shu ism fa'il amal qilgandek amallarni qiladi. Biri bu 5. Fa'al, mif'al, fa'ul, fa'il, fa'il. 5ni ko'rsatib turadi. Endi buning ichida fa'al ayni tashdid o'qishidan bo'lgan fa'al odatda mubalagha uchun ishlatiladi. Mubalagha siyg'asi bo'ladi. Masalan, ammal asal fa ana sharrabun. Ammal asala fa ana sharrabun desak, men haqiqatan asal ichguchi desak, sharrab sigatul mubalagha al asala degan maf'ulun bihni nasb o'qitgan deb qaraymiz. Fa'al vazni keldi, mubalagha uchun kelgan. Men hasan bak ichguchi degandek mana. Ikkinchisi mif'al. Bu misal mif'al al-karimu minharun iblahu lidayfi. Seyhi adam mehmini üçün tügüsünü buğuzduğuçi desek yani minhar. Mana bu mubalagha. Bir tügünü buğuzdaş degen bak mubalagha olur. Fa'ul al-mu'min şakurun rabbahu ala ni'amihi desek mu'min degen Rabbinin nimetleri qarta Rabbiga teşekkür bildirgüçi desek şakur müşada sigatul mubalagha fa'ul vaznida kelib rabbahu degan maf'ulun bihi nasb o'qitgan. Mana bular shu mubalaghani ko'rsatgan bo'lsa, endi shu fa'il bu fa'il shu biz sigatul mubalagha yoki mubalaghani bildirdi yoki taksirni bildirdi degan fa'alni taksir uchun kelgan deb qarasak bo'ldi. Endi shu ko'p ichguchi degan ma'noda bunda ishlasa. Endi fa'il-chu desa fa'il masalan bu sigatul mubalagha bo'ldi. Al-mu'min rahimun biz-du'afa. Mu'min ojizlarga bak mehriban desak fa'il la takun jazi'an inda shada'id. Sen qattiqchiliklarda qo'rqinjaq bo'lmagan deganga o'xshash. Buni mishada jazi'an deganga o'xshash. Bu fa'il va fa'il vaznlari sigatul mubalagha babida keldi, lekin buning ozliq bilan uningki sifat mushabbah babida va yo'tkilishi ham bor. Shunga sigatul mubalagha üçamlik bütünlük fillarning mastarlaridan yasalgan ve endi lekin fa'il ve fa'il siga sifat mushabbah bilan ishlatiladi. Fa'al, mif'al, fa'ul sigatul mubalagha bo'lib ishlatiladi. Hasil kalam mayli sifat mushabbah bo'lsin, mayli sigatul mubalagha bo'lsin, hammasi ismul fa'il amal qilgandek amal qiladi. Endi bizga bir savollar kelib chiqdi. İsim fa'ilning mufratlik holati shunday bo'ldi. İsim fa'ilning tasniy holati
ve cemi haletlerdi mi yukarı amellerini amel kılalam desa kılıdı. İsim fail bolsun, sigatul mübalağalı bolsun, mufrad sigası bilen amel kılgan okşaş, musanna ve cemi sigası bilen bu amellerini kılalaydı. Mesela ve ma sivel mufrad mislehu ju'il fil hükmü ve şuruti haysuma amil degan okşaş. Mufradının başkası şu mufradiga o'xshash qilindi hukmda va shartlarda qayerdiki amal qilsa aysuma amil qandaq yerda amal qilsa hukmda ya'ni hal zaman ya kelgu zaman ma'nosida bo'lishda ya har qandaq zaman ma'nosida bo'lishda va olti narsaning biriga tayinishda mufradining boshqasi mufradiga o'xshash qilindi. Xuddi mufradda shart etilgan shartlar musanna va jamisda shart etiladi ve mufradida hal zaman ve kelgu zaman bo'lsin deganimizga o'xshash mufrad va musannasida bu bo'lishi kerak. Bu o'xshash, buningda hech qanday farq chiqmaydi demoqchimiz. Endi navbatda mush ismul fa'illarning maf'ulun bihqa muzab bo'lishining durustligi yoki ism fa'illarning o'zining maf'ulun bihni nasb o'qitish. İsim fa'il maf'ulun bihin nasbi o'qitidik, bilga o'xshaydi dedik. Endi bu isim fa'il o'zining maf'ulun bihqa muzab bo'lib, maf'ulun bi muzab bo'lib, igilik qilishlar majrur bo'lsa bo'lamdirsa bo'ladi, joiz masalasi bor deydi. Bu haqda musannif rahimahulloh bunday deydi. Wansib bizil i'mal tilva waqfiz wa huwa li nasb ma siwahu muqtadi. Siz muşu amel igillerge muşu bizil i'mal muşu amel igilleri bilen yandışıp kelgenini nasb o'qing. Muşu yandışıp kelgeni deganimiz muşu ism fa'illardan kin kelgan maf'ulun bih tilva buni nasb o'qing va habzi va igilik kirish keltiring jar o'qing. Demak maf'ulun bih qilib nasb o'qisangiz bo'ladi yoki siz buni muşu muzafillay qilib igiliklik keltirsangiz bo'ladi. Va huwa li nasbi ma siwahu muqtadi. Va uning boshqasining nasb qilishini va u ism fa'il ash yandishib kelganining boshqasining nasb o'qishini talab qiluvchidir, taqozo qiluvchidir. Bu nima demoqchi edingiz? Ismul fa'il o'zining maf'ulun bihni nasb o'qitdi dedik. Am maf'ulun bihni muzafillay qilib igilik kirish keltirsak bo'ladi. Va huwa li nasbi ma siwahu muqtadi deganda nima maqsad qiladi? Agar o ism fa'ilning maf'ulun bi bir tal bo'lsa-ku, shu ya zibar o'qsaqmi bo'ldi, ya muzofilay qilib zir o'qsaqmi bo'ladi. Ammo maf'ulun bi 2 va 3 ulab qolgan bo'lsa, birinchi maf'ulun bini shu ism fa'ilga yandishib kelgan maf'ulun bini muzofilay ulab kasr o'qsaq bo'ladi va qolganlarni yana nasb o'qish talab qilinadi demakchi. Mana maqsad mana shu. Demak, misharat bu holatdami ham o'xshash shu amal qilgan ikki shart bo'lmasa bo'lmaydi. Demak, ism fa'ilning amali shu filga o'xshash amal qilsin bo'ldi, ammo maf'ulun bihi izof qilishmi durust, cho'qim u maf'ulun bi shuning keynidan lam kelish sharti bilan o'tirib fasil kirsa bo'lmaydi. Shu ism fa'illar muzafili o'tgan ism maf'ulun bihi o'tirdi fasil kirmaslik kerak. Masalan, haza katibun ad-darsa. Bu darsini yozuvchi desak, misha darsi maf'ulun bi joiz. Ammo haza katibu ad-darsi deb muzafili keltirishmi ham durust. Masalan, innalloha balighu amrihi deb o'qigan qiraatga o'xshash. Mana bu ikki xil hozirgi zamon yoki kelgusi zamon bilan keladi. Ham haza katibun ad-darsa desak bo'ldi, haza katibud darsi desak bo'ldi. Agar uning maf'ulun bi o ism fa'ilga yondashmagan bo'lsa, o ism fa'il maf'ulun bihi o'tirsa bir fasil qilib qolgan bo'lsa, u chaqda maf'ulun bihi nasb qilish vojib bo'ladi. U chaqda izofat qilish özürlük qilib qolganligi uchun fasil sabab bilan bu chaqda igiliklik keltirmaymiz. Masalan, haza katibun al-yawma ad-darsa.
Bu bugün dersini yazgıcı desek el-yevm'den ibaret fasıl kirib qoldi. Ama haza katibun ad-ders el-yevm bo'lgan bo'lsa, haza katibu dersi el-yevm qilib o'tdi. Meyada lekin katib bilan dersdan ibaret ma'u nimaning o'tiris maf'ulun bilan o'tirisqa fasıl kirib qoldi deb qaralganligi uchun shunlashqi buni biz bu yerda nasb o'qish vacib bo'ladi, izofa shakllantirmaymiz. Mesela bu inni ja'ilun fil ardi halifatan degan misolga o'xshaydi. Endi ism fa'il uchun shu yuqorqi shartlar to'liq bo'lgan ism fa'il uchun 2 maf'ul kelib qolgan bo'lsa yoki 3 maf'ul kelib qolgan bo'lsa, bu chaqda birinchi 5 yandishib kelgan maf'ulun bihni muzofilga qilib biz ruxsat bo'ladi, qolgan maf'ulun bihlarni nasb o'qib yuramiz. Mesela biz ana zannun haliden musafiren. Zannedilen 2 maf'ulun üzeri kutuğa çıka bu isim ana zannun haliden musafiren. Men halidni sefer kılgıç dep oyluğuç edilsek, men izafe şekillendirip ana zannu halidin musafiren desek buludu. Ente muhbiru isamin es-sefere qariben dedik. Endi akhbara yukhbirun muhbir ism fa'il bu akhbara yukhbirga 3 maf'ul ketadi, 3 maf'ul talab qiladi. Bir uning yondashgan birinchi maf'ulni muzofilga qilib ziruqsak, ikkinchi va uchinchi maf'ulni nasb o'qish lozim bo'ldi. Sen isamga safarni yaqin deb xabar qilguvchimi deganga o'xshash. Demek ism fa'ilning bir necha maf'ulun bih kelgan bo'lsa, birinchi maf'ul yandish kelgan maf'ulun bihni kasr o'qisaqmi bo'ldi, muzofilga qilib yoki uni ham nasb o'qisaq bo'ldi, ammo qolganlari cho'qim nasb o'qiladi degan bo'ldi. Navbatda endi mushu ism fa'ilning maf'ulun bihni muzafillik lafzan majrur mahallan mansub deb qarasak bo'ldi ekan. Masalan biz buningda misol ko'rib o'tdik. Mesela ana zannu halidin musafirinde ana mubtada zannu ism fa'il bo'lib xabar halidin zannu muzaf halidin lafzan majrur mahallan mansub deymiz. Endi mishada Halidqa tabi olab kelgan bir so'zni qanday qilamiz desa, masalan, men zira Halidni safar qiluvchi deb bildim desak, ana zannu Halidin az-zaki yoki al-mujtahid musafiran. Men tirishchan Halidni desak, mishada al-mujtahidni Halidni sifat qilsak bo'ladi. Endi mishada al-mujtahidni Halidni sifat qilib ziruqamtimiz va zibarmodisi 2 yo'l turus. Ana zannu Halidin el-mujtahidi musafiren. Yani ana zannu Halidin el-musafiri el-mujtahidi el-mujtahide musafiren degan o'xshash. Çünkü el-mujtahidi deb lafziga agashtirsak bo'ldi, el-mujtahide deb mahallaga agashtirsak bo'ladi. Mushu gap chiqadi. Vecurur evinsib tabi'allezin xapaz kemubtagi cahin ve malen men nehaz degan o'xshash. Siz mushu zir o'qilg'inga agishib kelganni tabi'allezin xapaz degan gap shu ism fa'ilning maf'ulun bi muzofilga bo'lib igilib kelishib kelgan shu zir o'qilib kelganga agash kuchini o agash kuchi ya sifat yo'liga agishido ya ta'kid yo'liga asosan agishido yoki matf yo'liga asosan agishido shu agishib kelgan tabi'ni zir o'qing yoki nasb o'qing. Yani bu tabi'ni lafziga agashtirsak ham bo'ladi, mahallaga agashtirsak ham bo'ladi. Masalan, mubtaghi jahin va malan mannaz. Masalan, gullangan kishi yoki taraqqiy qilgan kishi 100 obro'yni talab qiluvchi ve mal talep kılgıcı desek, mubtagi muzaf, cahin muzafın ilay. Malen cahinine etbe. Mişen malin dep et kılsak mı buludu? Malen dep et kılsak mı buludu? Malin deyimiz cahinin labzige egeştirip, malen deyimiz cahinin
mahalliga geçip. Çünkü mubtagi mudaf cahin muzaf ilay olup mecrur fi mahalli nasbi mef'ulun bih deb qaragan chiqadi. Shunday kelsa bo'ladi deb qaraymiz. Masalan lastu bi musahibil fasiqi vel munafiqi vel munafiqa deganga o'xshash. Mushu bo'yicha bo'lsa bo'ladi. Endi navbatda ismul maf'ulning ahvolida to'xtalamiz. Ism maf'ul haqida musannif rahimahulloh mundaq deydi: "Va kullu ma qurrila lismi fa'ili yu'ta ismi maf'ulun bila tafaduli. Fahwa ka fi'lin sigha lil maf'ul fi ma'nahu kal mu'ta kafafan yaktafi." deganga o'xshash. Ism maf'ul haqida musannif to'xtalib mundaq deydi: ismi fa'il uchun qaror ilingan narsaning hammasi ismi maf'ulga beriladi, farqsiz, farqi tafovutsiz, hech qanday farqlantirilmasdan, kam ziyoda qilinmasdan. O ismi maf'ulmu kapitli siyaga bu ism maf'ul degan majhul uchun qurilgan filga o'xshaydi o'zining ma'nosida. Ya'ni mushu ma'na jihatda nimaga o'xshaydi desangiz, majhul filga o'xshaydi demakchi. Va huwa kafi'li sigha lil maf'ul. Ma'nada maf'ul uchun qurilgan filga o'xshaydi deganimiz, ma'nada maf'ul uchun qurilgan deganimiz majhul filga uchun demakchi. Ya'ni ism majhul filga o'xshaydi, ma'nada majhul filga o'xshaydi. Xuddi masalan a'ta ba'di desak, u'tiya birildi ulamdi. Endi mu'tin ba'guchi desak, mu'ta birilguchi deganga o'xshash. Masalan biz ism fa'ilga yine zaribun desak, urg'uchi desak, bu zaraba, mazrubun urulg'uchi desak, zuriba uruldi, mazrub urulg'uchi deganga o'xshash, bunda ma'ni bildiradi demakchi. Endi bekni yana bir qarasak, bu kullu ma qurriya ismi fa'il. Ism fa'il uchun qaror olgan narsaning hammasi nima u qaror olgan narsa? Ism fa'il uchun qaror olgan narsa yine ikki zamonning birida bo'lish. Ilif lamdan xoli kelganda hal zaman ma'nosi bilan kelish ya kelgusi zaman ma'nosi bilan kelish bu bir. Ikkinchi birisi u olti narsaning birga tayanguchi bo'lish. Mush ikki shart ism fa'il uchun qaror olgan bo'lsa, ism maf'ul uchun qaror oladi. Mesela el-mu'ta kepapen yaktepi deganga o'xshash. Kepapqa yetarlik narsaga berilgan kishi kifoya qiladi dedik. El-mu'ta kepapen. Mishada ilif lam bilan keldi ism maf'ul. Unda bo'lsa mishada ism maf'ul el-mu'ta kepapen bu ikkinchi maf'ulun bi yaktepi xabar oldu. El-mu'ta kefafende birinci mef'ulun bi bunun naib fa'ili o'zgargan, naib fa'ili tigidagi zimir shu. Kefafen ikkinchi mef'uli yaktepi onun xabar oldu. Shuna o'xshash. Va undan boshqa nurg'un ya. Bu ko'p uchraydi. O'xshash mishada masalan mushu biz beşte haza katibun ad-darsa dedik. Bu dersni yazgıcı dedik. Hem de haza katibun dersuhu. Bunun dersi nima qiluvchi? Yazılgıcı dedik. Bunun dersi yazılgıcı. Anda olsa mishara majhul filga o'xshash ma'no bo'ldi. Haza mubtada haza maktubun dersu desak, bunun ders yazılgıcı maktub ism maf'ul, dersuhu naibul fa'il bo'ladi. Endi İki mef'ul talep kılınan bolsa, bir mef'ul talep kılgan bolsa şu birinci mef'ul naib fa'illab ketdi. İki mef'ul talep kılgandı çördüse, iki mef'ul talep kılgan çağda birinci mef'ul naib fa'il oldu, ikinci mef'uli o çağda zibar okuludu. Mesela munihal faizu caizeten. Mesela mukafatqa utuq kazanğıcı mukafatqa birildi. Asıl menaha mesela menahel mudir el faize caizeten. Mudir caize utuq kazanğıcıga mukafatın badi degan bo'ldi. Endi ism maf'ul bo'lganda majhul bo'lsa muniha el faizu caizetun bilamdi.
anda olsa fehuve memnu. Fehuve memnu caizeten. O adam mukafatga berilguchidir. Kim o? Utuq kazanuvchi. Mesela fehuve yoki el jaizu memnuhun caizeten desak, buni mishada memnu naib payini tegirik zimir naib payli murabbi o'qildi, jaizatan ikkinchi maf'ul nasb o'qildi. Anda bo'lsa, biz endi ism maf'ul ism payliga o'xshash ma'noda o'xshash amal qilgan edik. Anda ism payl degan ism maf'ul degan nima deydi? Ism maf'ul ismun mushtaqqun lidalalati ala ma'na mujarrad va ala man waqa alayhi zalika al-ma'na deydi. Ism maf'ul degan bu zamandan xoli bir ma'noni bildirish uchun va aşu mana inin üstüge düşken kişini bildiriş için. İsim fa'il aşu mananın fa'ilini bildiriş için yasalgan bolsa isim fa'il, isim maf'ul aşu mana onun üstüge düşken kişini bildiriş için yasalgan boludu. Mesela biz mukafat utuq kazanğıcı mukafat berildi desek, mişede isim maf'ul memnuh. Memnuh mişede bir zamanda hali ma'ni berildi ki birilish degan bir ma'nini bildirdi ve birilguchini ham bildirdi. O birilguchiga ish harakat uning ustiga tushgan narsa shu ayni. Mukofot birilguchi o'nkin jai masalan huwa mamnuhun jaizatan desak mamnuhun tegirlik zimir naib fa'il shu. Endi mushi ism maf'ul ne özünün faili, naibul failiga izaf qilish masalasi. Ism faili özünün maf'ulun bihqa izaf qilib bo'lganmi? Bo'lgan. Ism failni özünün maf'ulun bihqa izaf qilsak bo'lganga o'xshash, ism maf'ulni naibul failiga izaf qilsak bo'ldi. Chunki ism maf'ul naib faili asli shu maf'ulun bih shu. Shu musannif bu haqqında deydi: "Wa qad yudafu za ila ismin murtafi ma'nan Mahmudul maqasidil vari dedi. Mushi ism maf'ul şu naibul fa'ilga ba'zida muzab bo'lib keladi deydi. Va qad yudab ba'zida muzab bo'ladi mushi ism fa'il ila ismin murtafi debdi. Marfu bo'lgan ism degandan naib fa'ilga maqsad qilinadi. Ma'nan dedik. Ila ismi murtafin ma'nan ma'nada rafi o'qilgan ism degan bo'ldi. Ma'nada rafi o'qilgan ism degan gap ma'na jihatdan naib fa'il bo'lgan ism demakchi. Ma'na jihatda naib fa'il bo'lgan ismga muzab bo'ladi. Naib fa'il bo'lgan ism asli maf'ulun bihiga chiqa. Masalan Mahmud al-maqasid al-wari. Esa mishada Mahmud ismul maf'ul al-maqasid maf'ulun bih. Taqvodorlikning taqvodorlik uning maqsadlari madihlanguchidir degan bo'ldi. Buni mishada al-Mahmud muzab al-maqasid muzafillay deb qaraymiz. O'zining mishada Mahmud degan ism fa'il o'zininki naibul fa'ilga muzab bo'lgan deb qaraymiz. Asli jumla al-wari'u Mahmudul maqasidi degan bo'ldi. Mana bu ismul fa'il ve ismul maf'ullarninki to'xtalib şu ism fa'il, ism maf'ul ve sifat mushabbah ve sigatul mubalagha haqida to'xtaldik, lekin sifat mushabbah haqida tafsilat bor. Sifat mushabbahning amili haqida tafsilat bor. Bu yerda sifat mushabbahni shunaqani bir tegib o'tdik. Amaliyati bizning haqiqiy bu yerda to'xtalganimiz ism fa'il ve ism maf'ul ve sigatul mubalagha. Hem bunun davomi tahi ism fa'ilninki bir davom bir qo'z chiqdi. Biz ahirda tahi ism fa'ilning gapini yana bir qatim o'tamiz. Chunki abniyatu asma'il fa'ilin vel maf'ulin ve sifatul mushabbaha biha. Ism fa'illarning yasalishi, ism maf'ullarning yasalishi, sifat mushabbahalarning yasalishi qurilmasi to'xtalgani yana bir to'xtalamiz. Hozir bizning shu amil haqida to'xtaldik. Shu ism fa'ilning amili ve ism maf'ulning amili ve sigatul mubalagha amel haqidagi darsimiz shundan oxirlashdi va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.